Assalamualaikum. Bizda 5-chi amaliyotimiz, ya'ni operatsiya tizimlaridan 5-chi amaliyotimiz. Mana dispetcher zadosi bilan ishlashadi. Shu haqida video ishlab tashlaman bo'ladi. Mana shu video mavzulari taqdim etaman. Birinchi navbatda shu robot stolda turgan joyimizda hech qanday dasturlar ishga tushirilmasdan turib, shura pastda tab qismi borki, pastda shura kelib, mishkani o'ng tarafini bosamiz. Bizlere dispetcher zadaç degenerasyonu tugmasini chiqadi. Shu birinchi usul. Açayım tanımatalım. Bizlere dispetcher zadaçı açıp beradi. Bu birinchi usulu. Keyingi usullarim bor. Control, Shift narsalar bilan hisoblanadi. Bu orta taraf yo'li. Navigatsiyadan mishani o'yindan kelib shuraya bosadilar. Shurada mishani kelib o'yindan bosadilar va dispetcher zadaçı atiladi. Shu dispetcher zadaçıga kirganlaringizdan keyingi jarayon. Birinchi navbatda bu Windows 11 menda sizlarda Windows 10 bo'lsa, inovatsion jarayonlar yuqorida chiqib turadi bu yerda. Shuni o'zgartirasizlar. Bu yerda nol bor. Birinchi kompyuterimizda hozir ishlab turgan hamma dasturlarni shundan ko'rsak bo'ladi. Nechta dastur o'rnatilgan, qaysi fayllar ishlab turibdi, necha tezlikda, necha megabayt joy egallabdi, necha chastota bilan ishlayapti, hammasini ko'rsak bo'ladi. Ikkinchi qismida necha tezlikda, qay holatda ishlayapti, nagruska bilan ishlayapti, shularni vizualniy grafik ko'rinishida ko'rsak bo'ladi. Uchinchi qismida bu jurnal предложения deydi. Ya'ni qaysi ilova necha soat ishlaganini ko'rsak bo'ladi bu yerda. Necha megabayt ishlatgan, hammasini ko'rsak bo'ladi bu qismda. Qanday dasturlar bor kompyuterlarimizda, ularni ko'rib, qaysi soat foydalanganini ekspertiza bo'ladi. Keyin oxiri uchinchisi, 4 ekan, 4-inchisi kompyuterlarimizda yaqqan vaqtlarda birdek ishga tushib ketadigan ilovalar bor. Masalan, yaqinda kimlardadir o'sha brauzer asoslanadi, Edge yo Yandex chiqib beradi. Ana shu narsalar. Shuni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Отключить bo'lsa masalan, shunda Microsoft Edge'larda ana shu выключить bo'lganini turg'anishi mumkin masalan. Ana shuni turg'anishi mumkin. Bu kompyuterlarni yangamdan ishga tushib ketadi. Agar ishini ustidan kelgan ishga o'yinni bosib, отключить bo'lsangiz, o'chirib qo'ysangiz bo'ladi bu narsani. Ya'ni kompyuterlarni yanganda hech qanday dastur ishga tushmaydi, faqat robot stol o'zidan shuningdek ko'rinishda chiqadi. Bundan keyin Neberdan chidona user osilganini ko'rsangiz bo'ladi. Necha foiz tezlikda, chastotada ishlayapti, foiz format egallab turibdi, 74% format egallab turibdi, user degan. Qo'lingizga birinchidan qanday dasturlar bor, hammasini ko'rsa bo'ladi. Diskimiz bor. Shunday narsalar ish ko'rib beradi. Chidona inaveradi. User yaratib qo'ygan bo'lsa, shu narsaga shikastga chiqib turadi user. Bundan keyin yine bu kompyuterlarda hamma bor fayl, dastur, exe fayl hammasi yine şöyle duradi. Ro'yxatda Way'deniya. Yine bu kısmini bunu bilimdan doğrultusunda ishini. Bu fayllar shu driverlar o'xshab. Shular shunda saqlanadi. Bize asosiy tushuntirib beradiganimiz yine shu qismi. Bu CPU degani inglizcha bo'lsa CPU deb chiqib turadi. Bu protsessor bu. Protsessor nol. Şurada görüp alalım birinchilarla. Protsessor nima? Degan savolga javob olamiz. Ya'ni CPU deb chiqaradi. Bu Central Processing Unit degan tarjimasi inglizchada. Bu kompyuter asosiy hisoblash qurilmasi. Ya'ni hamma jarayonlar, ma'lumotlar ishning ichida qayta ishlanadi, dasturlar vazifalarini bajaradi. Buni ko'pincha kompyuterlar miyasi deb aytadilar, protsessor. Buyruqlari bajaradi, ma'lumotlarni qayta ishlaydi, xotira bilan ishlaydi, qurilmalarni boshqaradi, ya'ni parallel jarayonlar ketib turadi bu protsessor ichida. Protsessorlar unchalik kuchli bo'lsa, kompyuterlar shunchalik tez ishlaydi. Keyin protsessor yadrosi degan narsa bor. Yadroning vazifasi nima? Bu protsessor ichidagi mustaqil hisoblash modullari. Har bir protsessor ichida 2, 4, 6, 10, 100 shuni fatoklar joylashgan bo'ladi.
bu dastur buyruqlarini bajaradi. Ya'ni har bir yadro biror bir dasturi vazifasini bajarib turadi. Buning ichida har bir yadro alohida hisoblash ishlarini bajarishga qodir. Ya'ni har bir protsessor bir nechta yadroga ega bo'lsa, u ko'proq ishni bajaradi. Shundan yadro ko'p bo'lsa, protsessorlarni shunchalik ko'p vazifani bajarib bo'ladi kompyuterlar. Masalan, buyruqlari ketma-ket bajaradi, ya'ni dasturlar amallari bajaradi. Qayta hisoblashlari ta'minlab beradi. Ko'proq, masalan, 2-3 menda pastda 4-5 o'nlab dasturlar ishlatilsa bo'ladi bir deganda. Agar protsessorlar shu yadrosi kam bo'lsa, masalan, kimdadir 4, kimdadir 8, mana shu 4 dona bo'lgan olsa, shu yerda sizlar ko'proq dasturlar ishlab turganda kompyuterlarni qattiq bosadi yoki qizishi bosadi. Bu narsa shu protsessorga bog'liq. Operativ xotira bilan ishlash, ko'p vazifali ishlash, ya'ni multitasking deyiladi. Bu narsaga o'yinlar o'ynagan vaqtlarda video kartalardan protsessor orqali boshqarilib turiladi. Shu kompyuter miyasi. Bir yadro faqat bir dona ishi bajaradi. 4 yadro bir deganda 1 sekund ichida 4 ish bajarilib turadi. 8 yadroning ichida 8 ish bajariladi. Ya'ni 8 dastur ishlaydi bir deganda. Protsessorlarni boshqarish tartibi bu protsessor operatsion tizim va kompyuter tizimi tomonidan protsessorning ishlatilishi, ya'ni tashkil qilish, vazifalar taqsimlash, bajarilishi nazorat qilinadigan jarayon hisoblanadi. Endi to'xtalib o'tiribmiz. Endi dispetcher zadachimizga qaytamiz. Dispetcher zadatimizda sizlardan so'raladigan narsa shu separatsionlardan keyin ishning jarayonida yana grafik ko'rinishida ishlab turibdi ular kompyuterlarni. Bu yerda использование, ya'ni necha foiz ishlab turgani protsessorlarni. Yana bu skорость degan qismi esa kompyuterlarni necha gerts chastotada ishlab turganligini bildiradi. Bu dinamik bo'ladi, ya'ni o'zgarib turadi. Kompyuterlar qizib ketsa, yana shu osonlashib boshlaydi. Ya'ni chegallashib boshlaydi. Hozir 1.6, 1.3 shu o'rtacha 1 gerts chastota bilan 1 gigagerts chastota bilan ishlab turibdi. Protsessorda ya'ni 184. Bu narsa nima? 1.3 ga 1 protsessor 184, keyin bu yerda potoklar soni bo'yicha 2146 dona potok bor ekan. Son dinamik o'zgarib turadi, ya'ni potoklar ishlagan bo'lsa, shu o'zgarib turadi. Yerdagi время работы, ya'ni sizlar bugun masalan bugun protsessorlar necha ishlaganini ko'rsatib turadi. Bu tarafda bazaviy скорость, ya'ni 1.3 gigagertga qo'yilgan o'zi chastotani nastroyka qilgan vaqtda. Keyin soket degan joy bor. Bu bir daraxtda yadro 10 dona yadro va logический protsessor deydi. Bu 12 dona oqima bo'lingan. 10 yadrosi bor, lekin 12 oqima bo'lingan. 10 yadro. Vizualizatsiya выключение, ya'ni bu virtual xotiralar bilan ishlash vaqti kerak bo'ladi bu vizualizatsiya degan joy. Keyin L1, L2, L3 degan nelarimiz bor? Pog'onalarimiz bor. Bu pog'onalar cache xotirada aytiladi. Bular hammasi L1, L2, L3 ham. L1'imiz eng tez va eng kichik xotiraga ega. 928 gigabayt edi. Bu tez ishlaydi. Cache xotiramiz. Bu undan o'rtachasi 6,5 megabayt edi. Meni kompyuterimda bu, sizlar kompyuterlaringizda boshqacha bo'lishi mumkin. O'rtacha tezlik. Keyin L3 bu katta va sekinroq, ya'ni hajmi katta, lekin sekinroq ishlaydigan cache xotira bu. Asosiy tezlik, yadrolar soni 10 ta, logik protsessorlar 12 ga bo'lingan. Ya'ni mana bu jarayonlar aytib o'tmoqchilar. Shularni gaplab berasizlar asosiy. Pamyat degan joy bor. Bu yerda pamyat, новая tashlash. Bu vizualni ko'rinishini pamyatlanib, bu xotirani ko'rinishini o'zi salkam bo'lganimiz to'g'on bilan xotirani использование стадия deydi. Ya'ni nova bor edi 507 gigabayt. O'zi hajmi keyin shunda 355 megabayt zaxiraga turibdi. Dostupni, ya'ni bo'sh joyi 1.9 gigabayt. Keyin 13 gigabayt. Narsalarga berib boradi. Jami RAM 8 lik. Bu narsa
RAM ya'ni operativ pamyat tabirlari ya'ni 700 ko'rsatibdi. 507 ve Blue 9 ikisini koysak 8'e yakın son balansı. 701 ve de 13 GB. Foydalanmak yine 4 GB'dan boşluğa 3,2 GB. Tezlik 3200 metre dedi yani millisekund. Yine bir mesela 2 degene ne oluyor? 2 slotlarda başladı. Slotlar 2'den 2 işlemekte. Yani RAM aşırı için evvel mevcutlarını almashtırış gerekiyor. Keşlengen Keşlengen xotira 2 GB. Bu tezkor kirish uchun saqlab qo'yilgan xotira. Bizada 2 kechirovnilar 2 GB. Bu o'zgargan. Dinamik kontroldan kompyuterlarda ve yükleniş köpekleri olmasaydı, oldaysa bom olsaydı. Ben biraz kompüterim toparladım, şimdi olmayan. Zaxiradagi xotira 332 MB. Bu tüplü müsezlerilgen zayinden de azı 671 MB olup turibdi. Keyin tarafı sayılar nasıl böyle disk o'tamiz endi bu sizlar kompyuterlarda necha disk o'tilgani hozir tili bilan yeb bormanda qanchalik tezlikda ishlab turgani qanchalik joy egallab turgani shularni aytib bersangiz yetadi menda. Ethernet bu yerda sizlarga kabel olgan ya'ni chet bilan vaqtlanib kompyuterda nechalik tezlikda internet kelib turganini ko'rsata oladi. Отправка sizlardan yuborilib получение qabul qilib olish. Keyin Wi-Fi. Endi Wi-Fi orqali ishlab turganda vizualni ko'rsatib oladi grafik ko'rinishida. Bu yerdan sizlar yuklab tursalar ve yüklep alıp dursunlar yani birinci yuborish ve qabul qilishni. 0.8 gigabit bilan yuborib turaman, 56 gigabit qabul etibdilar yani misol uchun. Xorazmiy boshlangan Wi-Fi bilan jamlaydi. Tipi tushunning, keyin endi IP adres, MAC adres shunday narsalar chiqib turadi. Menda besprovодный сеть, ya'ni shifrlangan. Keyin bu video karta endi. Grafik protsessor deb aytiladi bu narsa. Bu narsa nima? Общий meda necha foiz tezlikda ishlab turganini ko'rsatib oladi. Xotiradan necha joy egallab necha foiz ishlab turibdi, shu narsani foizda ko'rsatib turadi. 308 gigabaytlik hajmi, ya'ni o'zi общий 4lik video karta deyilgan, lekin bu narsaning ichidan kirib ko'radi. 308, 306 olsun masalan kimlardadir. Shuni ko'rsatib chiqib turadi. Hozir menda 0.6'sı bep, 308'i bo'sh. Keyin bu yerda versiyasi, ya'ni video kartalarning versiyasi, qanday ishlatilgani, ishlab chiqilgani, keyin bu qaysi tur mansubligi, fizический расположение degan, ya'ni ichki xususiyatlariga egaligi ko'rsatiladi bu yerda. Intel R Graphics degan video karta menda. Atrofli ko'rsatsak narsalar shular edi, yig'ilolmadi.